Ginekamastiya bu erkaklarda ko'krakning xuddi ayollarga o'xshab kattalashi hisoblanadi. Bunda asosan gormonal o'zgarishlar sababchi bo'ladi va u ikki xil turda bo'ladi. Birinchisi chin ginekamastiya, ya'ni bunda asosan ko'krak bezi to'qimasining kattalashishi sabab bo'ladi ginekamastiyaga. Ikkinchisi esa bu soxta ginekamastiya. Soxta ginekamastiyada ko'krak bezi emas, atrofdagi yog' to'qimaning ko'payishi sabab bo'ladi. Ikkala holatda ham bemordagi kasallikning darajasiga qarab va chin yoki soxtaligiga qarab turib davo muolajasi amalga oshiriladi. Eng effektiv davo muolajasidan biri bu ko'krak bezlarini va atrofdagi yog' to'qimani olib tashlash hisoblanadi. Bunda atrofdagi yog' to'qima liposaksiya yordamida olinib, ko'krak bezlari kosmetik jihatdan iz qolmaydigan qilib olib tashlanadi va bemorlarga bu hayot sifatining oshishiga juda ham katta ta'sir ko'rsatadi.